100 ball bilan 50 ballni solishtiramiz. Qizlarjonlar, e'tiborli bo'linglar. 50 ballga mahsulotni 26% arzonga olamiz. 100 ballga ham xuddi shunaqa mahsulotni 26% arzonga olishimiz mumkin. Endi 50 ballga birinchi shak sovg'a 100 so'mga keladi. 100 ballga ham xuddi shunaqa 100 so'mga keladi. Ikkinchi 5-chi shaglar 49 mingga, 100 ball bajarsangiz ham ikkinchi 5-chi shaglar 49 mingga kelishni boshlaydi. Oylik chiqadi 50 ball qilganlarga, 100 ball qilganlarga ham chiqadi. Lekin shaxsiy ball 100 ball bajarganlarga 30 ming so'm yana qo'shimcha alohida o'zlariga chiqishadi. Bundan tashqari siz 100 ball bajarsangiz, marketing plan bo'yicha foizga ko'tarilasiz va sponsor sohasiga ham ega bo'lasiz. Va kompaniya tomonidan bitta 70% skidka beriladi. Agar siz uzoq vaqt 100 balldan qilib borsangiz, har katalog ikkitadan 70% skidka olishni boshlaysiz. Qarang, qanaqa zo'r imkoniyat. Endi tanlov o'zingizga. Agar siz kamroq skidkalar bilan sal qimmatroq mahsulot olishni xohlasangiz, doim 25 ball qiling. Va komanda to'plashni xohlamasangiz ham 25 ball qiling. Agar siz komanda to'plashni xohlab, mahsulotni arzonroq olib, oyliklarga chiqishni xohlasangiz, har doim 50 balldan bajarib borishingiz kerak. 100 ball haqiqiy biznes qilaman degan qizlarimiz albatta 100 balldan bajarib borishadi. Chunki 100 ballni daromadlari bu juda ham ko'p. 25 ball qiladiganlardan 3 barobar ko'p daromad topishi mumkin. Endi 25 ball qilish uchun 350 ming, keling 450 ming atrofida siz pul tikasiz. 50 ball qilish uchun 650 mingdan keling o'rtacha 800 minggacha pul tikasiz. 100 ball qilish uchun esa 100 ballga 1 million 300 mingdan 1 million 600 minggacha siz pul tikishingiz mumkin. Demak, siz 350 ming tikib 200 ming foyda olsangiz yaxshiroqmi? Buni lekin har katalog shu holat. 650 ming tikib komandani kengaytirib, siz har safar oyliklarga ko'tarilib, buni tekin olish imkoniyati bor. 100 ballga qarang, 1 million 300 ming atirlar, yuz kremlar zakaz qilsangiz bo'ladi. Mayda-chuyda shampun, sovunlar qilsangiz 1 million 800 minggacha bo'lishi mumkin. Lekin foydangiz pashti 700 ming 900 minggacha bo'ladi. Lekin o'zingiz kiritgan komandaga ham 100 balldan qilishni o'rgansangiz, siz 3-katalogdan уже 100 ballni tekinga olishni boshlaysiz foydangizni hisobiga. Tanlov o'zingizga. O'ylab ko'ring va